Oldin 25 kilo qop ko'tarib yurgan edim, og'irligi mana o'sha og'irlik yo'qoldi. 105 kilo edim, 25 kilo vес tashladim. Semiz paytimda ayog'larga nagruzga tushib, varikozlar chiqardi oyog'imdan. Eng birinchi navbatda sahar, diabetni oldi olinar ekan. Undan tashqari necha xil turdagi kasallarni oldi olinar ekan. Eng kerakligi shu men uchun. Men Zilola Yusupovaman. Qatnashishimdan maqsad necha xil kasalliklarni oldi olinar ekan. Bu 2 oylik kurs mobaynida men shuni his qildim ham yengil bo'ldim. Elimni suyagi siljigan edi. O'sha doktor ozishingiz kerak dedi. YouTube'ga kirib o'tirdim, Osiyoxon 3 kunlik marafon tekinga o'rgataman degan gapni aytdi. Qayta semirmaydi qatnashganlar degan gapi yoqib, men shu kursga qatnashdim. Lekin qat'iyatlik birinchi navbatda turish kerak. Hamma ko'rganlar meni va shunchalik oz deymi, boshqacha bo'lib qolsan, yosharib ketibsan degan gapidan men yana ham xursand bo'laman. Eng birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanishga ham e'tibor qilish kerak ekan. Organizmdagi o'sha biza topshirgan har bir analizlarimizni bittama-bitta tekshirib ko'rib, undan keyin bizaga nima vitaminlar ichishimiz kerakliklarini aytib tushuntirdi, ularni ichdik. Bir ukratorlarga rahmat, Mazzamoyga ham, bu qatorda Osiyoxonga kattakon rahmat. Mana shunday natijalarga erishishimizda o'zlarini maslahatlarini ayashmadi. 50 yoshdan yuqori bo'lgan hamma ayollarimiz bemalol ozsa harakat qilsa bo'ladi. Yoshim o'tib qoldi deb tashab qo'yib, kasalliklarni ko'paytirmasdan oldini olib, bemalol qatnashib ozsa yaxshi natijaga erishiladi.